Biz insonlarning eng cho'ng tradigiyasi nima deganda, biz aslida hal qilishni xohlamaydigan masalalarimizni hal qilishga tirishib, izlanib, charchab yashaymiz. Har xil odamlarning har xil masalalari bo'ldi. Masalan, iqtisodiy masalasi bo'ldi. Yo qarzdan qutulolmaydi, yoki pul topolmaydi. Xizmat masalasi bo'ldi. Ko'ngildagidek xizmat topolmaydi. To'y qilolmaslik. Va yoki to'y qilib bola qilolmaslik. Turli kasalliklar, mayli psixik kasallik bo'lsin va yoki jismoniy kasallik bo'lsin. Uningdan boshqa oila masalalari, bolasining masalasi, salomatlik qatorliqlar. Qarmoq odamlar bu masalalarni hal qilish uchun intayin tirishadi, izdindi va ko'pincha vaqtlarda mag'lub bo'ldi. Chunki nurg'un kishilar amaliyotda o'zining bu masalalarni qat'iy hal qilishni xohlamaydiganligini bilmaydi. Mana bu nima desa, nurg'un kishilarning masalalarni hal qilolmasligining negizlik sababi. Undaqda bu masalalar intayin ro'shan holda uningga ziyonliq va uning turmushida nurg'un qulayliklarni elib keladigan bo'lsa, nimishqa odamlar bu masalalarni hal qilishni xohlamaydi? Chunki kishilarning bu masalalarning ichida odamlar o'z bilmaydigan ma'lum bir manfaati yushungan bo'ladi. Demak, ular bu masalalardan qutulsa, o'zining bu masala orqali erishadigan manfaatidanmi quruq qoldi degan gap. Buni teximjonliq o'qitib bersam, agar sizning uyingizda bir das junda mayna suv bor deylik, men sizni bu suvni shashida to'kayting desam, siz ishkilanmayli bu suvni shashida to'kaysiz. Agar siz bu bir das junda suvni to'kashdan burun men bir qimmatbaho olmos uzukni ichiga solib qo'ysam, siz bu jundani to'kanmaysiz. To'kashni xohlasangizmi to'kanmaysiz. Chunki har qatam siz bu jundani shashidoga to'kay deganda bir kuch sizni tutib turdi. U bo'lsin nima desa olmos uzuk. Chunki siz jundani shashidoga to'kib, jundidan qutulgan bilan uning bilan birga olmos uzukdan mahrum qolsiz degan gap. Demak, biz bayotni so'zlagandek, bizning turli masalalarimiz mushu jundiga o'xshaydi. Biz buni to'kitish xohlaymiz. Biz bu jundining uyimizda, bundoq aytganda bizning vujudimizda turishni qat'iy xohlamaymiz. Bu masalalardan qutulmoqchi bo'lamiz. Biroq bu jundidan, bu masaladan qutulay deyotganda, bu masalalarimizni iborat jundining ichida biz shu masalalarimiz orqali amaliyot oladigan bir muhim manfaat, ya'ni olmos uzukdan iborat bir manfaatimiz bo'lganligi uchun biz bu jundini to'kanmaymiz degan gap. Demak, bizning nurg'un masalalarni hal qilolmasligimizning tubki sababi biz masala deb qarayotgan bu masalalarimiz orqali biz amaliyotda o'zimiz bilmaydigan ma'lum bir manfaatga erishganligimizdan darak berdi. Bir kasallikdami odam oldigan bir manfaat bo'ldi. Qarzdorchilikdami odam oldigan manfaat bo'ldi. Hatto baxtsizlikdami odam oldigan bir manfaat bo'ldi. Biz toki o'zimizning masalalar orqali elayotgan manfaatni tunib yetganda va bu manfaatimizni boshqa usulda ola olganda, oningdan keyin bizning masalalarimiz intayin tabiiy holda yo'qaydi degan gap. Albatta bu yerga kelganda nurg'un anglovchilar hozir qaymoqish mumkin. Biz buni texmi aniq tushunib boqaylik. Carl Jung, dunyoga dangli psixolog. Carl Jungning dangli psixologga aylanib ketishida kichik uning bir shaxsiy hikoyasi bor. Carl Jung boshlang'ich vaqtida tuyuqsiz uyga ketib berib, bir narsaga putlashib, yig'ilib tushdi. Yig'ilib tushgan vaqtda peshonasini yaralandirib oldi. Endi biz peshonamizni yaralandirib oldik, og'riydi bucha. Biroq Carl Jung bir xil xushal bo'lib ketgan. Unda bo'lsa uning peshonasi yig'ilib tushib, peshonasi yaralanib ketsa, o'lim xushal bo'ldi. Chunki uning kallasi tuyuqsiz endi men erta maktab bormaydigan bo'ldim degan xayolga qolgan. U nimishqa maktabga bormaslikni o'ylab xushal bo'ldi. Chunki Carl Jung boshlang'ichdagi o'qiyotgan mezgilda maktabda o'zining tanishlar tarafidan chetga qolgan. Ham doim bir xil mazoq qilinishga, bo'zak qilinishga uchragan. Demak, bo'zak bo'lish, zanglik qilinish, chetga qilishdan iborat hissiyotlar Carl Jungning maktabdagi hayotini ko'ngilsiz qilib etgan. Tuyuqsiz uning yiqilib beshini yaralandirib olishi bir kun bo'lsa-mu, uni bu xil ro'y azobdan saqlay olgan. Ro'y azob nisbatan elib etgan vaqtda jismoniy azoblar odam uchun pek cho'ng bir narsa hisoblanmaydi. Carl Jung yig'ilib tushish orqali
maktabdagi bir kunlik ko'ngilsizlikdan, bunday chiqqan vaqtda kayfiyat davolg'ishidan saqlanib qola olgan. Bunday aytganda, uning yiqilib tushishdan iborat hodisi uni maktab berishdan qo'da qolgan degan. Bu yerda maktabga berishdan emas, maktabga ko'ngilsizlikdan qo'da qolgan degan. Kunlar o'tgan, yillar o'tgan. Karl Jung to'liqsiz chiqqan vaqtda g'alati bir kasallik qolgan. Bu xil kasalni biz isteriya deymiz. Yoki davlat tilida yibing deymiz. Bu yibing degan qanday kasal desangiz, tuyuqsiz aylanib ketadigan kasal. Bu tutqoqlik emas. Tutqoqlik tüpün o'xshamaydi. Tekshirgan vaqtda uning ming to'lqinlashunda normal chiqadi. Hammamiz normal chiqadi. Ammo tuyuqsiz aylanib ketadi. Aylanib ketish jarayoni qisqa bo'ldi. Tezla asli keldi. Bo'libmi qanday vaqtda aylanib ketdi degan vaqtda kayfiyatida kichikgina o'zgarish bo'lganda aylanib ketadi. Ata-onasi Karl Jungni apama doktorxonasiga qolmagan, tekshirtmagan narsa qolmagan. Hamma narsa normal chiqqan. Shu vaqtdan boshlab Karl Jung o'z kasal to'g'risida o'ylangan. U o'ylanish jarayonida dal bayotin degan boshlang'ich vaqtidagi hodisa esiga qolgan. Karl Jung tuyuqsiz yurib ketgan. U o'z-o'ziga shundoq degan. Amaliyotda men bu kasalimdan qutulishni, bu kasalimdan saqlayishni hargizim xohlamaydi ekanman. Chunki mening bu aylanib ketish kasalim amaliyotda mening bir xil o'zimni qo'g'dash tadbirim ekan. Chunki har qatim hissiy hujum kelgan vaqtda, kayfiyat o'zgarish kelgan vaqtda men bu xil aylanib ketish orqali o'zimni amaliyot qo'g'daydi ekanman deydigan xulosa kelgan. Bu bayqash Karl Jungni intayin dangliq bir psixolog aylantirgan. O o'zining tarjimalida mundaq yozgan. Any neurosis is actually substitute for legitimate suffering degan. Any neurosis actually is a substitute for legitimate suffering. Am bu nima degan gap desa, har qanday ruhiy kasallik amaliyotda sog'lom bo'lgan azobdan qo'g'dinish tadbiri yoki sog'lom bo'lgan azobning bir xil vakolat buyumi degan. Amaliyot bu vakolat buyumi degan nima deganda, har qanday bir ruhiy kasallik amaliyotda odamlarning ma'lum hissiyotdan qo'g'dinish tadbiri deb yozgan. Demek biz oldidagi tushuntirish bo'yicha ilib aytgan vaqtda Karl Jungning bu xil tok aylanib ketishi sabab aniq bo'lmagan bu kasalni biz uyimizdagi shu bir das jundiga o'xshatsak, bu xil kasal orqali o'zini ma'lum hissiyotdan qo'g'dishi dal bu dasning ichidagi u elayotgan payda, ya'ni olmos uzukdan darak ko'rdi. Shunga uning bu kasalning saqayishi, uning qo'g'dinish tadbirining yo'qolib ketishidan darak berdi. Demek u dal olmos uzukni yo'qotmaslik uchun bunday aytgan vaqtda o'zining hissiyotlarga taqobil turishdan iborat bu xil usuldan mahrum qolmaslik uchun, ya'ni olmos yo'q deb etmaslik uchun bu kasalni hargizmi vujudidan chiqarib yuborishni xohlamaydi degan gap. Yana ba'zi oilalarda ba'zi farzandlarning tuyuqsiz samirib ketganini ko'rasiz. Samirishmi amaliyotda odamlarning bir xil qo'g'dinish tadbiri. Bunda olsa samirishdan iborat. Bu masala orqali odamlar qandoq manfaatga erishadi. Siz chavshiga kirsangiz, sizning ko'zingizga tabiiyla kichik narsalar qaraganda yo'g'on narsalar tezroq chaliqadi. Semizlik tip yildiz elib aytganda, bolalarning mavjudlik tuyg'usi tuvanlab ketganda, bunday aytganda o'z hissiyotlarini ota-onasiga ifodalash iqtidori bo'lmaganda, mayli qo'rqib ifodalaymiz uni yoki undaq ifodalash iqtidori bo'lmaganda, ota-onasi tarafidan ko'rilmagandek his qildi. Atası onu görənməyətqandək, düşünənməyətqandək, onun nəzər sanmayətqandək his qıldı. Demək, biz hissiyatlarımız ifadələyən vaxtda biz görünüb durumuz, mövcudluğumuz bağ oldu. Əgər biz hissiyatlarımız ifadələyənməsək, qarşı tərəf gözümüz düşündürənməgəndə, til arqılıq düşündürənməgəndə, bədən arqılıq düşündürümüz. Yəni, yoğunaş arqılıq biz görünməkçi olumuz. Mən bağ. Çünki siz semirgən vaxtda sizning bo'shliqda egallaydigan o'rningiz yo'g'on bo'ldi. Qarshi tarafga ishtik ko'rinsiz degan gap. Shunga bu xil o'zining mavjudligini, bog'liqini ota-onasi til orqali tushuntirmagan bolalar yo'g'inash orqali bildirmoqchi bo'ldi. Yana nurg'un kishilar o'zining qarzdan qutulolmayotganligini bayqaydi. Amaliyotda nurg'un kishilar qarz bo'lish orqali o'zidagi tashlanish jarayonini, ya'ni tashlanish hissiyotini qo'g'dab turdi. Bunda aytgan vaqtda qarz bo'g'ichi yushin enida men faqat qarz bo'lsamla, qarz egalari mavjud bo'ladi ekan, meni tashlaydigan odam bo'lmaydi, meni izlab turadigan kishilar bo'ldi deb qaraydi. Yushin angdagi bu xil g'alita, qiziqarli hodisa
amaliyotda odamlarda qarzga petib qilishdan iborat masalani shakllantirdi. Qaramoq ular qarzdan qutulaman deb tirishayotgan bilan qarz bo'lish orqali tashlanishdan hech kim tarafidan izdalmaslikdan keladigan hissiy bo'ronni, hissiy hujumni saqlab qola oladiganligini bilmaydi degan gap. Mening bir do'stim bor, bu bir kundan tushkun. Ko'ngli yerim alda o'zining savdoda mag'lub bo'lgan dedi. Bunda aytib aytganda necha yil tirishibmi pul topolmaganligi, pul tepishdan mag'lub bo'lganligini aytdi. Men bu do'stim dedim, sen pul tepishda mag'lub bo'lmabsan, pul topmaslikda g'alaba qilibsan dedim. Bu deganlik ba'zi kishilar qaramoqqa pul tepishga tirishayotgandek turgan bilan amaliyotda yushin ongda qat'iy pul tepishni xohlamaydi. Bunday aytganda pul topmaslikmi odamlarning o'zini bir xil qo'g'dash tadbiri. Buni qanday tushunamiz? Dunyoda nurg'unlagan yaxshi javoblar bo'ldi. Bu yaxshi javoblar yaxshi bir savolni saqlaydi. Men nemish pul topolmayman emas, men nemishqa pul topolmay olayman deb so'rash kerak. Chunki men nemish pul topolmayman deganda odamning kallasiga xato javob keldi. U bo'lsa nima desa, irodang yetarlik emas yoki aqling yetarlik emas yoki ixtiyoring yetarlik emas degan xato javob keldi. Bu xil xato javobni kishilar hal qilolmaganligi uchun bu masala hal qilinmaydi. Agar biz o'zimizdan nemishqa pul topolmay olayman deb so'ragan vaqtimizda bu xil savolda bir to'g'ri javob chiqadi. U bo'lsa nima desa, men pul tepishni xohlagandek turgan bilan yana ma'lum ichimdan pul tepishni xohlamaydigan o'xshayman. Unda bo'lsa men nima ish pul tepishni xohlamayman degan bir izdinish kalimiz keldi degan gap. Pul tepish uchun ma'lum ishni qilishni o'ylandingiz yoki pul topadigan bir tur kallingiz keldi. Biroq siz bu ishni shunday qilay degan vaqtda ichingizda bir kuch sizni orqa tortadi. Ya'ni bu ishni qilgingiz kelmaydi. Natijada ba'zilar mushahidlar bu ishdan voz kechadi. Yana ba'zilar bu xil qiygiz kelmaslikdan iborat kuchga qarshi, ya'ni zo'rlab iroda bilan bu ishni qilib boqadi. Biroq uzunga bormaylar, to'xtab qoldi. Bu xuddi bir mashinani qo'ltirimizni qo'yib etmay ittirganga o'xshaydi. Yana ba'zilar texnik kuchli iroda bilan bu xil qiygiz yo'qlikdan iborat kuchni yengaman deb zo'rlab bu ishni oxiriga chiqiladi. Biroq natija yaxshi bo'lmaydi. Shunga biz mashinani ravon haydash uchun qo'ltirimizni qo'yib chiqib majbur bo'lgandek, biz bu ishni qilishda bizni to'sib turayotgan mushni xohlamasligimizdan iborat bu haqiqatni qidirib tekshirishimiz kerak. Bunday aytganda, uning sababini izlanishimiz kerak. Biz buning sababini topgan vaqtning o'zida bizning ichimizdagi bu xil qarshilik kuch darhol yo'qaydi. Bizda bu ishni qilishni xohlash shakllandi. Bizda bu ishni qilishni xohlash shakllandi degan gap nurg'un kishilar doim deydigan ilhomdan darak berdi. Bu xil musbat zaryadli kuch bilan qilingan har qanday ishda utuq qozonish shakllandi. Pul topolmay olmaslikning 10 turlik sabab bo'ldi. Bizning hozirgi holatimiz, hozirgi biz har bir odamning hozirgi holati. Birisi balliqdagi ota-onasining ko'z qarashi. Yan birisi cho'ng bo'lish jarayonida atrofdagi kishilarning qimmat ko'z qarashi. Ondan o'zining 5 dan o'tkazgan kechirmishlar orqali qandoq odam bo'lish to'g'risida yakillab olgan xulosalar orqali bizning hozirgi psixikalik kimligimiz shakllandi. Biz nurg'un ishlarni qilish jarayonida bu xil psixikalik kimligimizning cheklimasiga uchraymiz. Bu xil psixikalik kimligimizning ichida bir qism odamlarda, balkim ko'p qism odamlar ota-onasining boylarni yaxshi ko'rmaslik tufayli shakllantirib olgan ba'zi ideyalar bo'ldi, ba'zi ko'z qarashlar bo'ldi. Bunday aytganda biz kichikimizdan boshlab pulni yaxshi ko'radigan odamlarni biz nachar odam deb qaraymiz. Bunday aytganda pulni nurg'un narsalardan ustun ko'radigan odamlarni biz nachar odam deb qaraymiz. Shu tufayli qaramoqqa nurg'un kishilar pulni yaxshi ko'rgan bilan biroq pulni yaxshi ko'radigan odam bo'lishni yaxshi ko'rmaydi. Shun ular tirishib pul tepib puli bo'ladigan nuqtaga kelgan vaqtda mag'lub bo'ldi. Chunki uning pulining bo'lishi uning pulni yaxshi ko'radigan odamga aylanib qolishdan darak beradi. Agar u pulni yaxshi ko'radigan odamga aylanib qolganda, uning kimlik obrazi
bıraklı veyran buldu. Kimlik obrazının veyran buluşu ölümge okşaydı. Şu nurgun adamlar stihilik aldı. Karamak pul tepiş tırışvatkan bilen yuşun аңда әмілiyette qat'iy pul tepishni xohlamaydi. Yoki puli bo'lishni xohlamaydi. Bu orqali o'zining kimlik obrazini qo'g'daydi degan gap. Men burun bir kino ko'rganim. Bu kinoda bir Rodo Chelshmayr var. Bu necha yil shu Rodo Chelshni mashq qildi. Buning hayotidagi birla nishon nima ekan desa, uning bir raqobatchi bor ekanda, Rodo Chelshni yomon. U shuni yengish uchun shunday mashq qildik. Bu necha yil mashq qilib oxiri bu raqobatchining bo'lsa, uning o'lib ketganligini anglaydik. Onu anlab bu Rodo Chelshmayr şunda bir ümitsiz, şunda bir ma'nsiz, nishonsiz bir g'alati bir hissiyot kirib qilib, pek tushkunlashib ketgan va uzunga bormay, o'lim kasallar o'lib ketdik. Ham bir qism odamlar o'lib ketganda, ularning uzun mezgil hal qilishtirishayotgan masalasini hal qilish ularning hayotining bir ma'nisi, nishoniga aylanib qolgan. Shu sababli badani bu ishni hal qilishga qarshi turdi. Nimishqa deganda, chunki uning u masalasi, ya'ni hayotining nishoni va ma'nosi bo'lgan bu masalasi g'oyib bo'lsa, tugsa, badanga nisbatan bu bir qayta ma'nosizlik kirib qilishdan derak berdi. Bizning badan deganimiz amaliyot nima esa, yushin ong bo'ldi. Shuning bizning badanimiz bu xil nishonsizlik, ma'nosizlikdan iborat. Bu hissiyotga kirib qolmaslik uchun uning hayotining ma'nosi bo'layotgan masalaning yo'qolib ketishni qat'iy xohlamaydi degan gap. Shunga biz uzun mezgil ma'lum bir kasaldan saqlanmay, uning dardini tortayotgan bo'lsak, yoki uzun mezgil shunday tirishibmi iqtisodimizni ko'ngildagidek qilolmayotgan bo'lsak, biz o'zimizdan agar mening bu kasalim saqayib ketsa, nima ish qilaman degan savolni so'rashimiz va bu savolga javob topishimiz kerak. Yoki mening iqtisodiy masalam hal bo'lsa, masalan, pul topsam, o'ylaydiganimda pul topsam, olmayman. Hemen ap bo'ldim. Ondan men nima ish qilman degan bir savol so'rash kerak. Bu biz uchun intayin muhim. Agar biz navbatki masalamiz hal bo'lib bo'lgandan keyinmi hayotimiz bir ma'noni, bir nishonni topa olganda, ondan bizning badanimiz, ya'ni yushin engimiz bizning navbatki hayotimizning ma'nosi va nishoni bo'layotgan masalani qo'yib berishni ondan xohlaydi. Yo'qotishni ondan xohlaydi. Badanimiz bu masalani yo'qotishni xohlaganda ondan bu masala yo'qaydi. Chunki bizning badanimiz dal bizda aytgan yushindan shu. Shunga biz xuddi Karl Jungga o'xshash turli hissiyotlarimizdan xato oldi qo'g'dinish tufayli turli masalalar uchraymiz. Garchi biz qaramoqqa bu hissiyotlardan utuqli qo'g'dina olgan bilan amaliyotda biz shu qo'g'dinish jarayonini shakllantirgan masalalarimiz tufayli mag'lub bo'lamiz. Bu balkim Zhuangzi aytgandek urushda g'alaba qilib, jangda mag'lub bo'lish degan so'zning tub ma'nosi mush bo'lishi mumkin.